g'animatim, omonatim onajon, g'animatim, omonatim Xudolarimizni qarsaylar bilan olqishlab, tabriklab turamiz aziz do'stlar. Qani qarsay? Ana shunaqa bo'lish kerak. Endi bo'lasana. Yana bitta qo'shiq aytib beramiz. Ungacha gullarni topshirib, kelin-kuyovlarimiz joylariga chiqib olgunicha bu hayot seni menga berdi degan ustozim qo'shiqlarini aytib beramiz. Undan keyin yana bir ikki juft o'yin bo'ladi, undan keyin duo qilsak bo'ladi. Xo'sh, onalarimiz va yaqinlar uchun bu hayot. Marhamat. To'yga